Assalomu alaykum, Ixlosga YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz xudo xolasa o'zimizda darvoza ishlab chiqarish seximizdan bo'ladi. Undan tashqari temir so'rlar hamda naveslar tayyorlaymiz bu joyda. Biz o'zi asosiy ishimiz mana shu ustachilik bilan shug'ullanamiz. Qolgan qo'yilib turgan videolar biz uchun ikkinchi hobbi ham desa bo'ladi. Undan tashqari shu tirikchilik endi undan ham ozgina bo'lsa ham foyda qilamiz. O'shaning uchun bugungi ishxonamizdan sizlarga manfaatli video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Sababi shu yerda turgan darvozalarimizni hammasini aksiya narxda sizlarga berib yuboramiz. Razmerlari to'g'ri keladigan bo'lsa sizlarga xudo xolasa bitta razmer va narxlarini aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Undan tashqari temir so'rlarimizni ham ma'lumotlarini berishga harakat qilamiz. Bu joyda 15 tadan 20 tagacha bo'lgan adashmasam darvozalarimiz bor. Sizlarning joylaringizga tushadigan bo'lsa, vodiy bo'yicha dastavkasi ichida, undan tashqari joylarga dastavkasi alohida bo'ladi. Uni telefonda kelishib olsak bo'laveradi. Bu darvozalarimizni tan narxidan yangi yasaladigan narxdan ancha arzon qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'ladigan narxlarda qilib beramiz. Birinchi bo'lib mana shu darvozamiz razmeridan boshlaymiz, davom etib bittadan ketaveramiz. Bu shtampovka darvoza deyiladi. Razmeri eni 356, bo'yi 325 joyga tushadigan darvozamiz. Listlarimiz 1.2lik, profillarimiz polni 6 ga 4, 1.7 ligidan bo'lgan. Stoykalarimiz 8 ga 8 2lik. Taglari 8 lik shiviller bo'ladi. Zamoklarimiz rossiyskiy zubr zamok bo'ladi. Bu darvozalarimiz hech qanaqa hammasi eski darvoza emas, faqat reklamaga qilingan, ozgina muddat o'tgandan keyin o'rnini yana yangilash uchun o'zini narxida past arzonroq berib turib, o'rniga yana yasab tika qilish maqsadida arzonroq berib yuborilyapti. Tag'in bular hammasi qanaqadir defekti bor yoki bir eski ishlab chiqqan darvozalar deb o'ylamanglar. Hammasi yangi darvozalar, faqat pul bo'shatish uchun arzonroq berib yuboramiz. Zakazga yasaladigan bo'lsa, o'zi bu darvozamiz 1 kvadrat metri 650 ming atrofida yasaladi. 600 ming bilan 700 ming o'rtasida materialga qarab yasaladi. Xo'p. 356 ga ko'paytiramiz 325. 356 ga 325. 11,5 kvadrat chiqyapti. Zakazga yasalsa bu 7,5 million so'm pul bo'ladi. Biz sizlarga buni hozir 6,5 million so'mga, 1 million so'm arzoniga berib yuboramiz. 1 kvadrat metrini 550 ming qilib beramiz. Shu dastavkasi ham o'sha pulning ichida bo'lyapti, vodiy bo'yicha. 6,5 million. Endi 356, bo'yi 325. Endi bunisi yonidagisi, bu ham o'sha shtampovka listli darvoza deyiladi. Bu darvozamiz razmeri eni 4.15 joyga tushadi, 4.20 joyga ham moslasa bo'ladi. Balandligi 3,5 metr, 355 joyga tushadi. 355 ga 4.15. Общий 14.7 kvadrat chiqyapti. Sizlarga buni biz ham 550 ming so'mdan 8 million 100 ming so'mga vodiy bo'yicha dastavka qilib beraveramiz, xudo xolasa. Buni ham listlarimiz 1.2lik, stoykalarimiz 8 ga 8 2lik, profillarimiz polni 6 ga 4 1,5 bo'lgan. Endi yonidagi darvozamiz. Bunisi eni 327 330 joyga tushadi, balandligi 325 mi dazbiga 320 mi? 320. Balandligi 320 joyga tushadi. 2lik listdan orqalisi ham, oldidagi lazer listlari ham 2lik list bo'lgan, nerjavikalargacha qo'yilgan. Bu darvozamizni zakazga 1 million 200 ming so'm tayyorlaymiz. Biz sizlarga buni hop 327 ga ko'paytiramiz 320. 14 chiqyapti kvadrati. Kvadratini 1 million so'mdan berib yuboramiz sizlarga buni. 10 million 400 ming so'm bo'ladi. 10 million so'mga ham berib yuboramiz. Vodiy bo'yicha dastavka ham qilib beramiz, xudo xolasa. Polni qalin materiallardan bo'lgan. Yonidagisi ham listlarimiz 2lik listdan bo'lgan, bir qavatli, profillarimiz 6 ga 4 1,5, 5 ga 10 1.7 ligidan bo'lgan stoykalar. Mana bu ikkala yonlari shivillerlardan foydalanganmiz. Taglari ham shiviller bo'lgan. Balandligi 355, eniga 4.20 4.15 joyga tushadi. Zakazga 1 million so'm atrofida tayyorlanadi. Kvadrati buni biz sizlarga pul bo'shatish uchun bu darvozamizni 800 ming so'mdan berib yuboramiz. 11 million 700 ming so'm pul bo'ladi, olib borib o'rnatib berishi bilan. Zamoklari hamma narsasi bo'ladi. Bu darvozamiz eni 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan shtampovka listli darvozamiz. Buni 5,5 million so'mga vodiy bo'yicha dastavka qilib beramiz. Listlarimiz 1.2lik, profillarimiz 1,5lik, stoykalarimiz 8 ga 8 1.7 ligidan bo'lgan.
5,5 million so'mga olib borib qo'yib beraveramiz. Endi yonidagisi 2 qavatli bo'lgan. Eni rosa 3 metr ekan bu darvozamizda. Balandligi 3.10 bo'lish kerak adashmasam, bitta o'lchab ham qo'yaveramiz. Balandligi 3.30 ekan. Eni 3 metr, balandligi 3.30, 2 qavat. Ikkilik listdan bo'lgan, profillarimiz polni 1.7, korobkalari ikkala yoni taglari polni 10lik shivillerdan foydalanib qilib berilgan. O'ta mustahkam holatda chiqqan. 3 ga 3.30 bo'lsa 9.9 kvadrat chiqadi. Zakazga 1 million 200 ming so'm tayyorlaymiz. Biz buni sizlarga 1 million so'mdan berib yuboramiz. 9 million 900 ming so'm pul bo'ladi. Endi yonidagisi eni 3.20 balandligi 3 metr, bu ham yarim 2 qavatli darvoza deyiladi. Listlarimiz ikkilik, nerjavikalargacha qo'yilgan, stoykalarimiz 8 ga 8 ikkilik, taglari shivillar. Xo'p. 3.20 ga 3 metr. Bu ham 9.6, 9 million 600 ming so'mga berib yuboramiz. Kvadrati 1 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavka ustanovkalari ichida yetilyapti hammasi. Bunisi endi necha edi Azbek bu? O'lchab orak. Ha? Bu sharmarkalisli darvoza deyiladi bu. Yana 3.35 joyga tushar ekan. Balandligi 4 metr. 3.35 ga 4 metr. Listlarimiz 1.3lik, profillarimiz 1.5lik, stoykalarimiz 8 ga 8 ikkilik. Taglari shiviller bo'lgan. Kvadratini o'zi zakazga 750 ming so'm tayyorlaymiz, 600 ming so'mdan berib yuboramiz bahosi. Endi bunisi necha edi bu Azbek? Haytek darvozamiz. Hop, 295 ekan. Yana 295, 3 metrga bemalol tushadi. Yonida ekstandidan zazor qolishi mumkin. Nerjavikalargacha qo'yilgan xudo xolisa. Balandligi 3.5 ekan. 295 ga 3.5, 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan zakazga tayyorlaymiz. Vodiy bo'yicha 1 million so'mdan shu darvozamizni berib yuboramiz. Olib borib o'rnatib ham beramiz. Bu narxlar faqat shu darvozalarga yetilyapti. Yangi zakaz bersalar bunaqa narxda bo'lmaydi. Ozgina qimmatroq tushib qoladi. Bularda endi o'sha pul bo'shatish uchun sizlarga arzonroq berib yuboramiz. Yana 3.60 darvozamiz, balandligi 3.55, yarim 2 qavatli darvoza. Mana bu ko'rib turgan joylaring orqalisi ikkilik, oldidagi listlari birlik, orasida steklavatalar bor. Ikkala yoni, tagi, tepasi hammasi polni shivillerlardan bo'lgan. Zakazga kvadratini 1 million 100 ming yasaymiz. Pul bo'shatish uchun biz 850 ming so'mdan berib yuboramiz. Aloqaga chiqsalang bo'ladi. O'rtalariga nerjavikalargacha qo'yib, chiroyli holatda qilib berganmiz. Bunisi necha edi Azbek? Necha bu? Toshnimi? Yana bitta shtampovka darvozamiz. Mana ko'rib turgan joylaring qora nerjavika, bu skoch bor, skochi olinadi bularni hammasini. Yana rosa 4 metr joyga tushar ekan, 397 ekan. Balandligi-chi? 3.5. Balandligi 3.5, 14 kvadrat bo'lar ekan rosa. Ha, rovna 3.5 ekan balandligi. Eshigi alohida o'ngda, zamoglari o'sha qimmat rossiyskiy zamoglardan qo'yilgan. 14 kvadrat. 8 million so'mga vodiy bo'yicha olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Listlarimiz 1.3lik, profillar 1.7lik, stoykalarimiz 8 ga 8 ikkiligidan bo'lgan. Yana bitta ikkilik listdan bo'lgan darvozamiz, qalin darvozamiz xudo xolasa. Bir qavatli, yana 3.40. Yana 3.40, balandligi mana bu metr. Balandligi 3.55 joyga tushar ekan. 1 kvadrat metrini zakazga 850 ming 900 ming yasaymiz. Pul bo'shatish uchun 750 ming so'mdan berib yuboramiz. Polni qalin materiallardan bo'lgan. 3.40 ga 3.55. 800 ming so'mdan 9 million 600 ming so'm pul bo'lyapti. Yonidagisi darvozamiz o'zining razmeri 3 metrga 3 metr bo'lgan. Yonlari bilan kattaroq chiqadi. Kvadratini buni 1 million 200 ming so'm zakazga tayyorlanadi o'zi.
pul bo'shatish uchun 950 ming so'mdan berib yuboramiz. Aloqaga chiqsalang bo'laveradi. Yonida nalichkalari ham bor. Polni korobkalari shivillar bo'lgan. Ha, bu joyda yana bitta darvozamiz. Polni korobkalari shivillar buni ham. Eni 338, balandligi 4 metr. Listlarimiz ikkilik, korobkalari shivillar, mokre rangga sepilgan. Xudo xolasa chiroyli holatda. Buni ham 1 kvadrat metrni sizlarga 750 ming so'mdan pul bo'shatish uchun vodiy bo'yicha dastavkalar bilan berib yuboramiz. Undan tashqari bu joyda yana arzonroq darvoza so'raganlarga mana bu joyda yana 4 metr 4 lik haytek darvozamiz bor. Kvadratini 900 ming so'mdan berib yuboramiz. Bu joyda kraska sepilmagan darvozamiz ham u orqasida turibdi. O'sha darvozamizni ham 500 ming 550 ming so'mdan 1 kvadratini bersak bo'laveradi. Aloqaga chiqsalang bo'ladi. Undan tashqari yangicha so'rilarimiz tayyor bo'lyapti. Bular so'rilarimiz alohida xudo xolasa bir hafta 10 kun atrofida videolarni tayyor qilib kraskalar sepib bitta qo'yamiz. Yangilik so'rilarimiz ko'p. Mana shu yerda mana katta ustalar yotgan so'ri ham yangilik bo'lgan mana. 2026-yil chiroyli gullardan qilib high-tech stildagi so'rilarimiz ham bor. 20 tadan oshiq so'rilarimiz chiroyli yangiliklar tayyor bo'lyapti. Murojaat qilsalang bo'laveradi. Undan tashqari naveslarimizning firmalari mana tayyor bo'lyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Katta Qo'shtepa degan joydan bo'lyapti. Nomerimiz 91lik 284 0094 raqamiga aloqaga chiqsalang O'zbekiston bo'ylab yetkazib boraveramiz. Salomat bo'lasizlar.